Assalomu alaykum aziz obunachilar, aziz kuzatuvchilar. Mana bugun sizlar bilan yana bir xonadonimizni sotuvga qo'ydik. Bu joy qayerda desanglar, O'rta Chirchiq tumani. Xo'sh, Uchxo'z, Bahorcha, Bog'ko'cha joydan videoga olamiz. Hozir sizlar bilan uyimizni ko'rsatib o'tamiz mana ichlarini. Mana bu eniga 25 metr ekan. Past tomoni necha metr? Uzunasiga anchayla oshiq, uzunasiga oshiq. Bo'ldi, mana hozir bir chetdan olamiz. Mana bu yoqda ikkita chekkasi joy bor ekan. Kattagina uy. 10 xona 20 sotdik. Xudo xolasa kelib ko'rib, baraka qilsanglar bo'ladi. Uylarni ham olaverib qo'yadi. Xudo xolasa mana bir chetdan video tasvirlarni olamiz. Mana birinchi xonamiz. Xudo xolasa kelib ko'rib baraka qilsanglar bo'ladi. Endi ikkinchi xonamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Bu mana birinchisi. Mana. Bu ikkinchi xona adashmasam? Ha, ikkinchi xona. Ikkinchi xona. Bu uchinchisi. Uchinchi xona. Spalni. Ha. Mana uchinchi xonamiz. Endi mana uni ham ko'rsating, mana bu mavlud tepasini. Aha. Endi xudo xolasa. Kattagina joy. Aziz kuzatuvchilar, bu 4-xonamiz bo'ladi. Bismillahirrohmanirrohim. Mana supachasi bilan bu yoqda ozgina bitmagan xonamiz. Remont qilsa bo'ladi. Mana baterka atapini. Issiq mana. Yoqib qo'ysanglar bo'ladi. Bu yoqda ko'rsamiz, ko'ramiz ham. Mana bu ham katta zal ekan. Mana siz kuzatuvchilar. Mana ko'rib kelib savdosini qilsanglar bo'ladi. Hovli katta, 20 sotik, 10 xona uy bilan narxini baholashdi 90 ming AQSh dollari. Yana o'tib kelishtirib beradigan joy bor. Mana keyingi xonasini ko'rsatamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Keyingi xonamiz. Bilinmaydi holatida tayyor remont bo'lgan. Issiq. Mana pechkalari bor. Aziz kuzatuvchilar. Bu yog'imiz oshxona sifatida. Bu yoqlar hammam to'g'ri. Gaz, svet, suv hamma sharoiti bor. Tur. Kattagina keng hovli. Kelinglar ko'rib baraka qilsanglar bo'ladi. Ajoyib zo'r joyda joylashgan. Qulay joyda joylashgan. Aziz kuzatuvchilar. Hovli katta. Daryo bo'yida joylashgan mana. Kengina. Mana daryo bo'yi. Mana bu yoqda mana chorvachilik uchun molxona.
Mana chorva qilaman degan aka-uka opa-singillarimiz uchun mana chorvachilik ham qilsa bo'ladigan sharoit bor. Mana molxona. Bir 8 ta yo 6 ta mol sig'adi. Mana boloxonasi bilan sobon, pres, hashak yeb qo'ysa bo'ladi. Mana keyingina hovli. Manzilimizni eslatib o'tamiz. O'rta Chirchiq tumani Uchko'z Olmabog' mahallasidan olamiz. Mana qo'shlar ahil inoq. Bir parniki ham ovorsizga? Ishina mos. Kuzatuvchilik. Ha, aha. Mana bu yerda ko'cha chiqaradigan kichkina mini parnigimiz joylashgan. Mana qaranglar. Kattagina hovli. Mana parnik ichlarini ko'rsatamiz. Mana hovli. Turish holatlari. Mana darvozaxonaga bir 3 ta mashina sig'adi bemalol. Parniklarni ham ko'rsatib o'tamiz. Mana dehqonchilik qilaman degan aka-ukalarga, opa-singillarimiz uchun mana parnik mana tayyor, xudo xolasa.